Lubiydan sonra çıkarsa bahası 3,5 milyon so'm atib beraman. 4,5 milyon so'm satib turadigan endi 3 milyon so'm tushirib qo'ydik aga. 3 milyon so'm tushirdik. 5,5 milyon so'm sotilib turadi aga. Endilikda bahasini yangi yil aksiyasi deb qo'ydik. Shunga yarasha bo'lsin deb 4,5 milyon so'm tushirib qo'ydik. Barlaridan jag'asi ishlangan, otadollar ortopedik prujin 2 dan takasi bo'ladi, 2 dan katta tummasi bo'ladi. Sifatlarda gap bo'lishi mumkin emas. Bahasi 7,5-8 milyon so'm, endilikda bahasini 6 milyon 800 ming so'm atib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar qahramonlar? Bugungi video rolikimizda mebellari, ya'ni mягкий уголоклari bo'lib turgan, penallari bo'lib turgan yangi yil chegirmalarini tanishtirish maqsadida, xudo xolasa Urganch shahrida joylashgan asl mebel do'konini obzorni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Xudo xolasa 31-dekabrdan 3 kun obunachilar mebellari chotki chegirmalar qo'yib berjak ekan. Otaxon do'stimiz, xudo xolasa video davomida kuzatib boraverasiz. Video rolikimizni o'tirmay oxiridan ko'rib, bir like bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Birinchi navbatda asl mebel do'konini mazmun tushuntirishdan boshlaymiz. Oldimizda Urganch Ray Center buyum bozorining orqa darvozasi bo'ladi, ya'ni Ko'nachilar tarafidagi orqa darvoza bo'ladi. To'g'ri qarab ketadigan bo'lsangiz, oldi darvozasidan chiqasiz obunachilar. Urganch Ray Center buyum bozorining oldingi darvozasidan, glavniy darvozasidan to'g'ri qarab yursangiz, orqa darvozasidan chiqqanlaringiz bilan o'ng taraflaringizda gumbazda joylashgan bo'ladi. Ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiraman, bemalol bog'lanib kelasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi, otaxon? Kelayotgan bayramlar bilan. Sizlar ham hammangizga yangilaringiz bilan Xudo xolasa sizlar uchun zo'r bahoda zo'r chegirmalarni qo'yib berishga harakat etamiz. Hamma bilan solishtirib kelib, keyin bizdan narsa xarid etib ketaverasiz. Eng arzonni etib beraman. Tushunarli. Asa gapni cho'zib o'tiramiz. Sразу video rolikimizni boshlaymiz. Ikkinchi qavatdan boshlaymiz esa. Saytxon ikkinchi etajimizdan ko'rsatib ketamiz. Xudo xolasa razmerlari bu uголокimiz razmer 320-220 bo'ladi, 2 dan tummasi bo'ladi, o'tadilar pampers prujin bo'ladi. Sifatlari zo'r ishlangan. Narxini 4,5 million sotib turadi, endi 3 million 800 ming so'm qo'ydik. Akasiyaning bo'ladi bahasi. O'tadan bahasi. Yo'q, keyin bu modelimizga kelsak, razmer 320-220 bo'ladi, 2 dan tummasi bo'ladi. Sifatlari zo'r ishlangan buniki. Mana narxini 4,5 million so'm sotib turadi, endi 3 million so'm tushirib qo'ydik aga. 3 million so'm tushirdingiz. Zo'r-ku, orqadan nechik? Sifatlari zo'r ishlangan, kelib ko'rib ishlatadi. Keyin bu narsani ko'rsatib bering, mana zo'r bahoda qo'yib beraman. Zo'r baho bu narsa. 330 bo'ladi saytxona, 230 bo'ladi. Sifatlari в общем zo'r ishlangan. O'tadilar pampers prujin, orqalari o'zining materialida ishlangan. Bellarini ko'rsangiz, dum sifatli ishlangan narsa. Va mana bahosi 5,5-6 million so'm sotilib turadi saytxona. Lubiydan sonra chiqarsa bahasi 3,5 million so'm atib beraman. 3,5 million so'm? 3,5 million so'm atib beraman. Ya, noodatiy uголок qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun zo'r variant. Keyin bu variantga kelsak, razmeri 380-240 bo'ladi. 2 ta tummasi bo'ladi. Oyoqlar ham og'ochda ishlangan. Shu oyoqni ko'rsatib bering. Zo'r. Oyoqlar ham yog'ochda ishlangan. Sifatlar в общем zo'r. Toshkent versiya bo'ladi. Buni bahasi 7,5-8 million so'm sotilib turadi. Endilikda bahasini 6 million so'm atib qo'ydik. Zo'r. 6 million so'm. Bittadan окончательный bahosini aytib tursiz. 6 million so'm atib berdik. Keyin bu variantga kelsak 350-230 2 dan tummasi bo'ladi. O'tadilar pampers prujin, sifatlari zo'r ishlangan, takalari bo'ladi, takalari qo'yilmadi. Buni bahosini 5,5-6 million so'm sotib turadi. Endilikda bahosini 4,5 million so'mga tushirib qo'ydik. 4,5. Ha, bu mana uyma kichkinalar uchun bunda bor. Katta variant ham pul arzon, ham katta variant. 420 220 12 odamlik. 4 dona tummasi bor. Bahasi qiziqarli bahoda qo'yib beraman. 4,5-5 million so'm sotilgan, endilikda 3,5 million so'm atib beraman. Zo'r. Keyin stolga kelsak, stol shohona stol 1 million 600 ming so'm atib beraman. Uch stoldan. Gap bo'lishi mumkin masala. Keyin 430 230 3 dona tummasi bor. Sifatlar в общем zo'r etib ishlangan. Evellarni endi qo'yib akkuratni etib ishlangan. Orqalari o'zining materialida bo'ladi. Sifat kashfasidan gap bo'lishi mumkin emas. Buni bahosini tak 6 million so'm, 5,5 million so'm sotilib turadi aga. Endilikda bahosini yangi yil aksiyasi deb qo'ydik. Shunga yarasha bo'lsin deb 4,5 million so'm tushirib qo'ydik. Ajoyib. 4,5 million so'm. Keyin shuni ham ko'rsatib ketalik. Bu modelga kelsak aga 320-220 bo'ladi. 320-220 2 dan tummasi bor. Buning bahasi 4 million 4,5 million so'm sotilib turadi saytxona. Buni bahasi 3 million so'mga tushirib qo'ydik. 3 million so'mga xarid etib ketaveradilar. Dastlabki ustanovga mutlaqo bepul.
O'tib oldik. Sal o'tishga qiynaldim bu yerda. Keyin bu variantga kelsak 330 230. Aha. Buni hamma biladi. Kengayadi. Kengayadi, spinkalar suriladi. Buni endi hamma olsa bo'ladi. Avval bu vaqtida 8 million, 8,5 million so'm sotilib turadi. Endilikda bahosini 5 million so'mga qo'ydik, og'a. Hech qanday defekt yo'q, 2 dona tummasi bor. Kelib xarid etib ketaveradilar. 5 million so'mga. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, noodatiy Keyin Chester'ga Chester'ni ko'rsatadi, orqalarini ko'rsatsangiz, bir dona stipler yo'q, akkurat ishlangan narsa. O'zina dizib qo'yilgandi. Razmeri ham 430, 230, 3 dona tummasi bo'ladi. Kattasidan sifatlari vobshim zo'r. $30 Pampers Prujin. Bahosini kelsak, bahosi 6,5 million so'm sotilib turadi. 6 million so'm ham sotganmiz. Endilikda bahosini 5 million so'm etib beramiz. 5 million so'mdan, zo'r. Endi shom qo'shirar ekan. Вообще gap bo'lishi mumkin emas buni. Razmeri 420 220. 3 dona tummasi bor. Materiallardan teddi materialda ishlangan, sifatlari zo'r. Bu qo'l bolishlar ham antik pannat ishlangan, indiflar qo'yilib. Zo'r. Bahosi necha buni? Bahosi 7,5-8 million so'm deb o'tirdik. Bu baholar kerakmidi? 5 million so'm etib beraman, og'a. 5 million so'm, ha? 5 million so'm. Bundan bir dona o'xshaydi, Bir dona bor. Bilan turibdi, bizni yaxshi. Bir donasi qoldi. Oq ham bordi, uni go'y ham bordi, arxilisi bordi. Bir donasi 3 qoldi, 5 million so'mga javob xarid etib ketaveradilar. Korishni yo'qmidi bundan? Yo'q, o'zi bir donasi qoldi, 3 dan qoldi. Keyin 430 230 3 dona tummasi bor. Yana aytganimdek 5,6 million so'm sotilib turadi. Endilikda gap 4,5 million so'mga xarid etib ketaveradilar. Zo'r. Qaysi? 3,5 million so'mga qo'ydik. Stoli bilan. Stolsiz, 5 stol. Stollar addinda bo'ladi. Stollar 500 ming so'mdan boshlanib 3 millioncha bor. Ma'lumot berib o'tasiz sizga. Kamera ochish qilishingiz mumkin-da. Saytxona, bu gol o'qimasa kelsak 330 ga 230 bo'ladi. Bu xalasalar divan etib pedallanadilar. Endi dizadilar. Xalasalar spanni bo'ladi, xalasalar divan bo'ladi. 3 yil vazifani bajaradi bu narsamiz. Amerikanskiy ekan-da. 3 yil vazifani bajaradi. Narsa bor, bu kreslosi bo'ladi, bir dona tummasi bo'ladi. Buni bahosini 12 million so'm edi. Stol narxi 12 million so'm edi, 10 million so'm etib beramiz hozir. Zo'r. 3 kilo vazifa ba'zi shu videosini ham o'sha naysa qo'yib berarsiz. Bu 5,5 million so'm deb 5 million so'm etib beramiz. Tushundim. Keyin bu variantga kelsak 330 ga 230 2 dona tummasi bor, oyoqlari qurg'ovoy yog'och bo'ladi. Sifatlari zo'r ishlangan. Buning bahosi 9,5 million sotib turadi. Endi 8 million so'm etib beramiz. Mexanizmli variant bu, spinkalar suriladi. Tashkent versiya bor, sifatlari zo'r ishlangan. Tushundim. Yana buni aytacakman. Buni videosini natmajasida o'tirib beraman, videosi bor. Qo'yganlarimiz nalari hammasi bor. Xalasalar divan, xalasalar uголок bo'lib turadi. Xalasangiz divan bo'lib turadi. Oyoqlari yog'och. Ham kreslosi bo'ladi, yana kreslosi. Unda bir dona tummasi bo'ladi. Kreslosi svet boshqa-ku, ota. Shunday bo'lib ishlangan. Ha, shunday bo'lib. Shunday kombinatsiya bo'lib ishlangan. Ha, tushunarli. Noodatiy ekan. Ava. Yang. 330 ga Xudo shukr jo'ramiz keldi. Mebel sakadi, qachon mebeldan biza. siz salom. Uyga birdan keldi meni. Bo'ldi, ag'a. Yana bir bloger. Amerikadan kelmisizmi akasi? Hamkasbimiz, do'stimiz, yaqin do'stimiz, kamera qarachi. Blogerlar ichida eng yaqin jo'ram shu. Ha, Bir dona. zo'r. Ma'lum. Yagona bu. Otaxon ham yaqin jo'ramiz. Ey rahmat. Sen ham jo'ra Xalqqa beraman. kerakli aksiya o'tdimi? Cho'tki aksiya bo'lib turibdi jo'ra. Ag'a 5,5 million so'm sotilgan narsalarni 3,5 million so'mga tushirib berdik. Shunda tipangan xalq azatsin. Yana shu narsani bilsam 330 ga 232 dona tummasi vaqtida 6 million 6,5 million so'm sotilgan ag'a. Endilikda 5 million so'mga xarid etib ketaveradilar. 5 million so'm. Bu orqalari ham sifat desa sifatini, bir dona stipler yo'q, akkurat ishlangan narsa. Zo'r. 5 million so'mga xarid etib ketaveradilar. Bemalol. Sen bosaveringlar, shu aksiyani bombasi bo'lsin. Ey Like'lar bosib qo'yinglar, Saidxon jo'ramizga. Ey rahmat jo'ra. Ishingga omad. Saytxona yana dafada ko'rsatib o'tib ketdik. Xudo xolasa, buni ham shu narxda qo'yib beramiz. 330 ga 230 2 dona tummasi bor. Takalar ham olinadigan variantda. Men sideniya kengligini ko'rsating. Sideniya keng, ponni yotsalar ham bo'ladi. Buning bahosi shu 5 million so'm etib beramiz. Zo'r. Keyingisi. Uголокni zo'r kerakdiganlar uchun 430 ga 230 $30 Pampers Prujin, orqalari ham o'zini materialda ishlangan, 3 dona tummasi bor. Sifatlari vobshim zo'r narsa. Ishqa Luboydan so'rab kelsanglar, vaqtida 7,5 million sotib turardik. Endilikda 6 million so'm etib beramiz. Ba'denda qarab 1-2 so'm qaytib ham beramiz, yoki uzoqna qarab. Keyin bu variantga kelsak,
12 milyon so'm chiqarib evvelki Oh. videoda 4 metr 2,5 metr xalasalar 4,5 metr 2,5 metr qo'yib foydalansalar ham bo'ladi. Oyoqlar ham purg'ovoy yog'och bo'ladi. Aha. Buni bahosini aga 10 milyon so'm deb qo'ysak, 10 ham kerakmidi 9,5 milyon so'm berib olaverdilar. Hisob. Keyin bu variantga kelsak 330 230 buni takalar o'zina tikilgan bo'ladi, 2 dona tummasi bo'ladi, o'tiradilar. Pampers prujin materiallar ham teddy materialda ishlangan. Buni ham zo'r bahada qo'yib beramiz, 6,5 milyon sotib turadi. Endilikda bahosini 5 million so'm etib beraman aga. Shotki. Gap bo'lsin. 5 million so'm. Keyin Keyin bu mexanizmli variantga kelsak, razmerlar ham 3,5 va 2,5, materiallar ham teddy materialda ishlangan, spinkalar suriladi. 2 dona tummasi bor. Buni ham narxini 10,5 million so'm chiqardik. Avvalsa bu safar 8 million so'm etib beramiz. Oyoqlar ham yog'och bo'ladi aga. Sifatlari zo'r ishlangan. Bu variantga kelsak 430 va 230 3 dona tummasi bor. O'tadilar ham Pampers prujin, arqalari o'zining materialida ishlangan. Buni bahosini aga 6 million so'm etib beramiz. Bu variantga kelsak 430 va 230 3 dona tummasi bor. Arqalari o'zining materialida ishlangan, akkuratni ishlangan, bir dona strip degan narsasi yo'q. O'tadilar ham Pampers prujin. Buni bahosini 8,5 million so'm edi, endilikda 7,5 million so'm etib beramiz. Stol 2 million so'm. Oyoqlar yog'och bo'ladi. bu umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu variantga kelsak, Bu yerda borlar ham bor ekan buni. borlar ham bor. Razmer 3,5 2,5. Qo'l bolishlar ham yog'och polni. Borlarında ham yog'och ishlangan. O'tadilar ortopedik prujin 2 dona takasi bo'ladi, 2 dona katta tummasi bo'ladi. Sifatlari gap bo'lishi mumkin emas. Bahosi 7,5-8 million so'm edi. Endilikda bahosini 6 million 800 ming so'm etib beramiz. 6 million 800. Ha, sifatlari vahshim zo'r. Keyin nega kelsak, troyka modeliga kelsak, troykamiz razmer 3,5 bo'ladi. Aha. Penallardan doğru aytib o'tib ketaman, ko'p emas. 30-40 danasi bor. 200-300 demek kerakmidi? 30-40 danasi bor penal komodlardan. Bu troykamizga kelsak, razmer 3,5. Aynalardan 1 santimetrlikdan qo'yilgan qalin oynada. Sifatlari zo'r. Buni bahosi 8 million so'm, 8,5 million sotilib turadi. Endilikda 7 million so'm etib beramiz. Shotki. Bunga kelsak, birdagi bir bo'lakni hozir ikkala usulda aytmadilar, bir bo'laki bor shunday. Buni razmeri 390 bo'ladi. 4,5 millimetrga qo'ysa bo'ladi. 5 metrdan qo'ysa bo'ladi. Bellar ham bitma etib ishlangan, tortmalar ham. Sifatlari zo'r. Buni bahosini ham bitadi yeri 7 million so'm etib beramiz. Tushunarli. Keyin bunga kelsak, razmeri 380, 4,5 5 metrdan qo'ysa bo'ladi. Narxi 9,5 million so'm sotilib turadi. Endilikda 8 million so'm etib beramiz. 1,5 million so'm chegirma etib. Yine 9,5 8 million so'm etib beramiz. Keyingi penalimiz. Keyingi bu variantga kelsak, razmeri 3,5 bo'ladi. 4,5 milliardga qo'yilaveradi. Buni bahosi ham 6,5-7 million so'm sotilib turadi. Endilikda buni bahosini 5 million 800 ming so'm etib olaveradilar. Oq svetlar boshqacha ko'rinadi. 5 million 800. Keyin unda mramor bor. Mana razmeri 3,5, pon oyoqlari paypoq bo'ladi. Dafalar 7 qata ishlangan, sifatlari vobshim zo'r. Ichlari ham ponni bukma etib ishlangan. Qarasalar qarashni sveti bor, qarasalar shunday sveti bor. Zo'r. Buni bahosini tak 8,5 million so'm edi, endilikda 7 million 800 ming so'm xarid etib ketaveradilar. Ajoyib gap bo'ldi. Xudo xolasa jasallar, ugaloklarda assortimentimiz ko'p, sklad ham to'lib yotibdi. Penallar aytib ketdi, 30-40 danasi bor. Tushunarli. Lekin miyaklardan ko'p. Bu aksiya 31-dekabr kuni Avita'da ishimiz. Xudo xolasa ishlaringiz Gelaversizlar, xudo xolasa mana endi ugaloklar aytamiz. Xayr, sog' bo'ling.